sizga bitta fokus ko'rsataman. Yaxshilab qarab turing. Qalay? Shu ko'ylagimizni qo'l bezagiga qancha vaqt ketdi deb o'ylaysiz? Mana bu gullar esa mana shu libos uchun maxsus 100% qo'l mehnati bilan yasaldi. Ko'rib turganingizdek, libos bezak bilan va bezaksiz holatida juda ham katta farqga ega. Bu libos nafaqat ko'rinishida katta farq qiladi, balki narxida ham, qiymatida ham juda katta farq qiladi. Aynan qo'l bezagi bilan va bezaksiz holatida. Bitta sekretni ochaymi? Mani xalqaro brend darajasiga chiqarishga yordam bergan mani eng kuchli yo'nalishlarimdan biri aynan liboslarimdagi murakkab, takrorlanmas va eksklyuziv qo'l bezaklari. Mana shu har bir libosga beriladigan badiiy bezaklar mani brendimni har bir libosini boshqa dizaynerlardan ajralib turishiga juda katta hissa qo'shadi.